Bo'ldi. Men endi gapiraveraman. Men ishim tugatsam. Gapiravering. Barnosha, siz juda ham aqlli ayol hisoblayman. Ota-onangiz ham o'qimishli va ota-onangiz bergan savolni beraman sizga. Nimaga blogerlik? Bilasiz уже bu savol berishganligini. Boshida qiziqmagandim umuman. Ya'ni bu soha adashmasam shu imенно pandemiya paytida juda qattiq rivojlanib ketdi. Men u payt endi O'zbekistonga qaytgan edim. Qarasam, o'qish atmena bo'ldi. Qarasam 1 oy, 2 oy, 3 oy qolib ketaman. Vaqtimiz zoya ketkazmaydi deb ishga kirdim. Birinchi ishlagan joyim bu Xitoy smartfonlari. BYD kompaniyasi O'zbekistonga kirishni boshladi. Va ular meni chaqirishdi собеседованиеga. Ko'p tillarda gaplashadigan bitta specialist kerak bo'lgan administratsiya uchun. U yerda men 2 yil ishladim. Va BYDda ishlayotgan paytimda turmush o'rtog'im bilan уже topishdik. Уже sekin blogga qiziqishni boshladim. Bir-ikki narsalar olib qo'yishni boshladim. Shunda otam сразу menga aytdilar: "Это что за клоунада? Sen erga tekkin, keyin bilganingni qil" dedilar menga. Shunaqa dedingiz lekin menga. Bo'ladi deysiz. To'yga yaqinlashgan paytda уже profilimni ochib qo'ydim. Birinchi qo'ygan videoim завершиться qildi. Erim menga Marini qilgandilar. O'shanda otam ham: "Это что такое? Udali, ismanga aytdingiz, erga tegsang, bilganingni qil" deb mana bir oydan keyin уже erga tegyapman, уже nikoh ham bo'lgan, hammasi bo'lgan. Ko'rishsa endi tegyapman desam, bilganingni qil.